Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 28-darsini o'qiymiz. Biz ismga aloqador bo'lgan qoidalar bilan tanishib kelayotgan. Biz bugun yana shu ismga aloqador bo'lgan ikkilik ism haqida so'zlaymiz. Endi ikkilik ism deganimiz odatda o'xshash narsadan ikkisi bo'lib qolsa, biz buni ikkilik holatida ifodalashga ehtiyojli bo'lamiz. Masalan, 2 dona o'quvchi kelgan bo'lsa, 2 o'quvchi keldi. 2 dona qalam bo'lsa, 2 dona qalam deb bu 2 donasini bir so'z bilan ifodalashga ehtiyojli bo'lamiz. Bu vaqtda biz arab tilidagi musanna, ya'ni ikkilik ismni qo'llanamiz. Endi arab tilida ikkilik ismni yasash nihoyat oddiy. Ya'ni biz o'xshash bo'lgan 2 ta narsani bir so'z bilan ifodalamoqchi bo'lsak, shu so'zning birlik holatining oxiriga alif bilan nun o'qish orqali ikkilik qilib yasalaymiz. Masalan, 2 dona qalam demoqchi bo'lsak, qalam degan so'zning oxiriga alif bilan nun kelsak, 2 dona qalam deganni bildiradi. Masalan, qalamun, qalaman, kitobun, kitoban, haqibatun, haqibatan deganga o'xshagan. Bu nihoyat oddiy. Endi bu ikkilik ism mu mu'rab ismning qatoridan, ya'ni buningdagi alif pashlikning alomati. Zivar va zillik o'rinda ya nun bilan keladi. Qalama, qalamayn deb. Endi al-musanna va ahkamuhu dedi. Ikkilik ism va uning hukmlari. Ikkilik ism degan nima deganda ismun mu'rabun naba'an mufradatayn ittafaqa lafzan va ma'nan. Ma'na va lafzi jihatda. Ma'nosimi bir, lafzimi bir, ya'ni ma'na va lafz jihatda mas bo'lgan ikki so'zdan izbasar bo'lib kelgan mu'rab ism. Ya'ni qalamdan 2 dan bir dona musanna so'z bilan bo'ladi izbasar bo'lib keladi. 2 dona qalam, qalamun, qalamun. 2 dona so'zdan qalaman degan bu ikkilik so'z nima bo'lib keladi? Izbasar bo'lib keladi. Endi bu ikki so'zningki ma'nosimi bir, ikkisi bir tal narsani bildiradi. Lafzimi bir, qalamun, qalamun. Endi ma'nosi bir, lekin lafzi bir olmasa, biz buni ikkilik ism qila olmaymiz. Masalan, asadun degan yo'lbos degan gap. Sher yo'lbos degan gap. Endi lays deganmicho, bumi asad degan ma'noni bildirgan ma'noni bildiradi. Ammo 2 dona yo'lbosni ko'rsatish uchun biz bu 2 dona so'zni akib musanna qila olmaymiz. Nima uchun? Bu yerda laysmi asad, asadmi asad, ya'ni laysmi yo'lbos deganni bildiradi, asadmicho yo'lbos deganni bildirgan bilan ikkisining lafzi o'xshash emas. Bir ismni ikkilik qilish uchun cho'qim uningki ma'nosi ham lafzi o'xshash bo'lishi kerak. Masalan, 2 dona o'quvchi ikkilik qilmoqchi bo'lsak, ikkilisi talibun, talibun. Do'st taliban bo'ladi. Birisi tilmizun, ya'ni birisi talibun bo'lsa, bu vaqtda bo'lmaydi. Bu vaqtcha bo'lmaydi. Masalan, tilmizun degan bu shogird o'quvchi degan gap. Talibuncho bu o'quvchi degan gap. Ham ikkisini akib turib ikkilik qo'llamda bo'lmaydi. Garchi ma'nosi bir bo'lsa-mu, buningki lafzi o'xshashmaydi. Demak, ikkilik qildigan ismlarning sharti ham ma'nosi ham lafzi shu ittifoq kelgan, o'xshash bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni musanna ism deganimiz ma'no va lafz jihatda ittifoq kelgan 2 dona mufrad, 2 dona so'zdan izbasar bo'lgan mu'rab ism. Buni qanday yasaymiz deganda biziyadati alif aw ya maftuh ma qablaha va nun maksura. Diqqat, buni yasashning usuli alifni yoki yani ziyoda qilish bilan. U ya yoki alifninki oldi qanday o'qilgan? Zivar o'qilgan va zir o'qilgan nunni ekilishni yasaladi. Demak, ikkilik ism alif ilgirisi zivar o'qilgan alifni va nun zir o'qilgan nunni ekilish orqali yasaladi. Nimda? Qalaman. Qalamunni qalaman bo'ladi. Bu yerdagi alifning oldidagi mim nima o'qiladi? Zivar o'qiladi. Qalaman. Ikkilikning nuni nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Doim ikkilikning nuni zir o'qiladi. Bu pashlik holatida zivar zirlik holatida ya bo'ladi. Qalamayn, ya'ni yaning oldidagi harfni nima o'qiladi? Zivar o'qiladi. Qalamayn, kitobayn. Demak, bu yerdagi nuncho zir o'qiladi. Ikkilik ism pashlik holatida alif bilan zir o'qilgan nunni zivar zirlik holatida ilgirisi zivar o'qilgan ya bilan zir o'qilgan nunni ortiq qilish orqali yasaladi. Masalan, jaa taliban, ra'aytu talibayn.
Ja'a Taliban da bu yerdagi Taliban fa'il pashlik o'rinda. Shuning uchun nima qildi? Nima bilan ortchilik qilindi? Alif nun bilan. Ra'aytu talibayn. Bu yerda talibun degan so'z ya va nun orqali ikkilik qilindi. Nima uchun? Bu yerda maf'ulun bih zivarlik o'rinda. Ikkili xil holatda buningdagi ikkilikninki alifi yoki yasini ilgari kelgan harf zivar qiladi. Taliban, talibayn. İkilikning nuni zir o'qiladi. Talibani, talibayni. Endi mulhaqun bil musanna. İkilikka o'xshab ketadigan, ikilikka qo'shilib ketadigan, hukm jihatda ikilikka qo'shilib ketadigan ismlarda bir xil ismlar bor. Nima uchun biz buni biroqlam ikilik ism deb atamaymiz deganda, chunki bu ikki dona labziy ma'ni jihatda ittifoq kelgan ikki dona mufratdan biz izbasar bo'lgan emas. Bu qurilishidan ikilik. Masalan, al-mulhaqun bil musanna. İkilikka qo'shilgan ismlar ma ja'ala suratul musanna va lam yakun salihan lit-tajrid min alamatihi. Endi mulhaqun bil musanna deganimiz ikilikning ko'rinishida kelgan. Taliban deganga o'xshagan ikilikning ko'rinishida kelgan. Buni ikilikka qo'shilib ketadigan ism deb atishimizning sababi va lam yakun salihan lit-tajrid min alamatihi. Endi bu yerda İkilikning alomatidan uni ayirish to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni uni ikilikning alomatidan ayirib olmaydi. Biroqlam uni ikilik ism deyil desak, mulhaqun bil musanna demay, ikilik ism deyil desak, buni ikilikning alomati bo'lgan alif va nundan qanday qilolmaydi, ayirib olmaydi. Shuning uchun biz buni mulhaqun bil musanna ikilikka qo'shilib ketadigan ismlar deb ataymiz. Bular qaysisi? Masalan, kila, kilta. Ikkilisi degan gap buning tarjimasi. Biz buni mulhaqun bil musanna deymiz. Nima uchun buni musanna deb atamaymiz? Chunki buningdagi ikilikning alomati bo'lgan alifni qanday qilolmaydi? Ajrat qilolmaydi. Itnandimi alif bilan nunni ajratib olsak, itna degan bir so'z ma'no bildirmaydi. Demak, bu yerdagi alif bilan nun bo'lgan ikilikning alomatini buningdan ajrat qilolmaydi. Asli hol kelishlar mushu ikilikning suratidagi aytsinlar. Ammo buning i'robi qanday bo'ldi deganda, ikilik ism o'xshash pashlik o'rinda alif bilan nun, zavar va zirlik o'rinda ya bilan nun orqali keladi. Hukmi o'xshash. Endi biz ilgirki soatlik darsimizda maqsur ismlar, mamdud ismlar, manqus ismlar bilan tanishib chiqdik. Endi bu ismlarni ikkilik qilsak qanday qilamiz deganda, iza thannayta isman maqsuran thulafiyan turaddu alifuhu ila aslihi. Agar maqsur 3 harflik maqsur ismni ikkilik qilsak, 3 harflik maqsur ism deganimiz asa, shundaqmi? Fata deganga o'xshagan 3 harflik maqsur ismni ikkilik qilmoqchi bo'lsak, uning alifi asliga qaytariladi. Ya'ni uning alifi munqalibi yo'tkalgan bo'ladi. Bu ya vodni yo'tkalgan bo'ladi yoki yani yo'tkalgan bo'ladi. Nimadan yo'tkalgan bo'lsa, ikkilik qilgan vaqtimizda asliga qaytadi buning alifi. Masalan, asa degan so'zni ikkilik qilmoqchi bo'lsak, asadagi alif maqsurning nimadan yo'tkalgan bu? Vodni yo'tkalgan. Unda bo'lsa asavan, fatacho, fatayan bu yodni yo'tkalgan. Demak, nimadan yo'tkalgan bo'lsa, uning alifi shuning uchun qaytariladi. Maqsur ism 3 harflik bo'lgan maqsur ism. Endi 3 harflikdan ortiq bo'lib qolsa maqsur ism desa, va in kana maqsuran fawqa thulathi. Agar maqsur ism 3 harflikdan ortiq bo'lib qolsa, uning alifi har qanday ahvolda yog'icho o'zgartiriladi. Biz buni bayatdimi degan, ya'ni maqsur alif 3-harfda bo'lib qolsa, ko'pincha holda o'zgartiriladi. Agar 3-harfdan ortiq 4 yoki 5-harfda bo'lib qolsa, bu har qanday ahvolda yog' o'zgartiriladi. Masalan, hubla, hublayan, mustashfa, mustashfayan, Mustafa, Mustafayan, ikki Mustafa deganga. Demak, mana bu maqsur ismlarniki ikkilik qilinish ahvoli. Qaysi deganda, birinchidan 3 harflik bo'lib qolsa, asli holatiga qaytariladi. Ya'ni nimadan o'zgargan bo'lsa, vodni o'zgargan bo'lsa, voga, yodni o'zgargan bo'lsa, yaga. 3 harflikdan ortiq bo'lib qolsa, mayli u ayollik uchun ortiq qilingan bo'lsin, mayli u ilhaq uchun ortiq qilingan bo'lsin, nimadan ortiq qilingan bo'lsin, 3 harflikdan ortiqlan bo'lib qolsa maqsur ism, uning alifi maqsurisi yog' o'zgartiriladi. Hablayan, hublayan, mustashfayan, mustafayan degan o'xshaydi. Mana bu maqsur ismlarning ikkilik qilinish ahvoli.
Endi memdud ismini maqsur qilmoqchi bo'lsak qanday maqsur bo'ldi deganda iza fannayta mamdudan. Endi memdud ismini asma, sama, sahra, husna yoki hasna deganga o'xshagan oxirida hamzadan ilgari ziyoda alif bor. Ya'ni memdud ismini biz ikkilik qilmoqchi bo'lsak, agar uning hamzasi asli bo'lsa, demak uning hamzasi asli bo'ladi. Shundaq, asli bo'lib qolsa, o'z pati qilib qoldi. Qurra, vudda deganga o'xshash, uning hamzasi shu asli bo'lib qolsa, o'z pati qilib, uningdan keyin biz alif, nun yana kelib qana qilamiz, ikkilik qilamiz tashkil holatida. Qurra'an, vudda'an bo'ladi. Zavarzilik holatida qurra'ayn, vudda'ayn bo'ladi. Demak, agar mamdud ismning alifi asli bo'lib qolsa, bu o'z pati qilib qoladi. Agar bu asli bo'lmay, ayollik uchun nima qilingan bo'lsa, ortiq qilingan bo'lsa-chu, masalan, sahra yoki hamra, husna deganga o'xshagan. Qanday bo'ldi deganda, agar ayollik uchun ortiq qilingan bo'lsa, bu o'zgartiriladi. Masalan, hasnaniki hasnavan, sahraning sahravan, hamraning hamravan, mushunga o'xshagan. Demak, mamdud ismidagi alif ayollik uchun ortiq qilingan alif bo'lib qolsa, biz buni nimaga o'zgartiramiz? Vo'ga o'zgartiramiz. Agar hamda bu mamdud ismning vo'si alifi, mamdud ismning alifi vodin yoki yodni o'tkazgan bo'lsa-chu, masalan qanday desa, kasa desak, bu yerga bir chapan, yepincha degan gap. Kasaun degandagi bu kasaning alifi nimani o'tkazgan desa, vodni o'tkazgan deymiz. Demak, mashinaga o'xshagan vodni o'tkazgan bo'lsa yoki yodni o'tkazgan bo'lsa qanday qilamiz deganda, agar vodni o'tkazgan yoki yodni o'tkazgan bo'lsa, buningda ikki xil yo'l to'g'ri. Qaysi ikki xil yo'l to'g'ri? O'z betida ikkilik qilsaqmi bo'ladi? Kasaon deb o'z betida ikkilik qilsaqmi bo'ladi? Yoki asli o'tkazgan harfni qaytarsaqmi-chu bo'ladi? Masalan, kasaon, kasavan. Ikki xil qanday qilsak bo'ladi? Ikkilik qilsak bo'ladi. Ve birinchisida o'z betida ikkilik qildik, ikkinchisida vo'ga qaytirib, ya'ni asli holati qaytirib ikkilik qildik. Masalan, g'ito desak, g'ito bumi yepincha degan gap, g'itoning shunga o'xshagan. Ya'ni nimani o'tkazgan? Vodni o'tkazgan. G'itovan desakmi bo'ladi yoki-chu o'z beti g'itoan desakmi bo'ladi. Demak, mamdud ismninki alifi vodni yoki yodni o'tkazgan bo'lsa, buning ikkilik qilish to'g'ri. Ya'ni o'z beti ikkilik qilsaqmi bo'ladi yoki buning alifini asliga qaytirib ikkilik qilsaqmi bo'ladi. Qaysi qilsak to'g'ri. Yajibu hazfu nunul musanna 'inda al-idafa. Endi bu o'chaqchi biz bilgan qoida. Ya'ni ikkilik ismning bu zir o'qilgan nuni, qalaman, talibandagi bu nun izofat qilingan vaqtida, ya'ni bu ikkilik ism muzab bo'lib qolsa, buning nuni chu tashlanadi. Deydi, yajibu hazfu nunul musanna 'inda al-idafa. İkilikning nunini izof qilgan vaqtda tashlash vojib. Ya'ni muzab qilgan vaqtimizda tashlash vojib. Masalan, ulama zaydin. Asli ulamani. Bu yerdagi nunni biz zayd degan ismga muzab qilgan vaqtda qanday qildik? Tashlab o'tdik. Qad taj'alul jam' makana al-musanna deydi. Endi ba'zida ko'plik ikkilikning o'rnini qilinadi. Agar idza kana shay'an kullu wahidin minhuma muttasalan bi sahibihi. Agar bu ikki narsa her birisi idza kana shay'an kullu wahidin minhum muttasalan bi sahibihi. Agar bu ikki narsaning har birisi bir-biriga qanday bo'lsa tutashib qolsa, buni ikkilik o'rinda qilsaqmi bo'ladi. Ya'ni ko'plikni ikkilik o'rinda ishlatsak bo'ladi. Masalan, faqta'u aydiyahuma. Alloh taolaninki ularning qo'llarini kesinglar deb berdi. Odamning ko'p qo'li olmaydi, ikki qo'li oldi, ammo bu aydiya deb yadani degan ikkilik shaklda emas, ko'plik shaklda keldi. Nima uchun bu qo'l degan bir odamga tutash bir narsa bo'lg'achqa, birisi-birisiga tutash narsa bo'lg'achqa, bu ikkilikning o'rnida ko'plik shaklda qilsaqchi, ya'ni ikkilikning o'rnida ko'plik shaklda akarsakchi bo'ladi. Endi yana bir qoida, agar ikkilik qilmoqchi bo'lgan ismning oxirisida bir tashlangan narsa bo'lib qolsa, ikkilik qilgan vaqtimizda shu tashlangan narsa qaytarilib kelinadi. Deydi, in kana ma yuradu tathniyatuhu mahzuful akhar. Agar ikkilik qilmoqchi bo'lgan narsaning oxirisi tashlangan bo'lsa, fen kana
ma huzfa minhu yuraddu ilayhi 'inda al-idafa. Endi o tashlangan narsa izaf qilingan vaqtda qaytilitgan, izaf qilgan vaqtda qaytitgan holatga narsa bo'lib qolsa, ikkili qilgan vaqtimizcha qaytidi. Masalan, axun desak, bu axunning oxiridan bosdi vo bor. Bu vo izaf qilgan vaqtimizcha qaytidi. Axuka, abuka deb qanday qilib berdik, vo izaf qilgan vaqtda qaytidi. Mana bu vo ikkili qilgan vaqtimizcha qaytidi. Shunga axavan, abavan deymiz. Axavan, abavan deymiz. Demak, bugungi ikkilik ismga munosabatlik bo'lgan qoidalar mushu yerda oxirlashdi. Hamda bugungi dars nihoyat muhim. Shunga biz bugun mushu yerda to'xtaymiz. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.